Farmatsevtika bo'yicha eng kuchli dori nima? Endi farmatsevtika bo'yicha biza eng kuchli dori bu bizani o'z-o'zni profilaktika qilishimiz. Sen o'zing sevgan ishing bilan shug'ullansang, bu ish bo'lmaydi, bu seni hayot tarzing bo'ladi deyshadi. Ayolning eng kuchli dorisi nima? Ayolning eng kuchli dorisi bu sevgi. Baribir o'zini juft halolini topsa, eng baxtli ayol, eng baxtli erkak bo'ladi. Har bitta ayolning baxti o'zi bilan bog'liq. O'zi programma qo'yadi, o'zi baxtli bo'ladi. Gavhar opa, faoliyatingizni o'rganganimda juda ham havasim keldi. Sababki siz tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor, endokrinologsiz, tadbirkor ayolsiz, farmatsevtika bo'yicha ekspertsiz, boshqaruvchisiz. Mana shu yo'nalishlarning qaysi biri ko'nglingizga yaqin? Bilasizmi, bular hammasi bir-biri bilan bog'liq. O'zi hayotda aytishadiki, sen o'zing sevgan ishing bilan shug'ullansang, bu ish bo'lmaydi, bu seni hayot tarzing bo'ladi deyshadi. Shu sababdanmi, balki Allohim o'zi shunaqa yo'lantirganiganmi, yoshligimdan shu narsaga qiziqib borardim. Kichkina paytimdan maktabda ham meni Krasnoy Krest a'zosi qilib qo'yishgan edi. Hamma bolalarni sochiga, tirnog'iga qarab yurardim. Uydan dorilar olardim. Shunga qiziqib yurardim. Uyda hamma qo'shni bolalarni yig'ib, ularga medsestralik qilardim. Bilmayman, menga shu faoliyat yoqardi. Daftarlarga yozib yurardim. Temperaturasini o'lchab, bilmayman, kim o'rgatgan. Men balki o'sha kichkina paytda bir-ikkita bolnitsalarga borganimda ko'rganman o'shalar ish faoliyatini. Mana shunaqa narsani qilib, men hech qanaqa nima deydi, tanlov bo'lmagan maktabni bitirganimda men bilardim, men meditsinaga boraman. Tibbiyotni tanlagansiz. Bu menimcha shifokorlar oilasida tavallud topganligingiz boisda. Shunaqa. Xo'p, mana shu kuchli shifokorlarni ko'rgansiz, oilada shunday bir muhit bo'lgan. Lekin o'z oldingizga o'zingizni qanday shifokor bo'lishni tasavvur qilgansiz? Missiyangiz qanday bo'lgan? Meni missiyam endi o'sha boshida, lekin men ginekolog bo'lgim kelgan, ayollar shifokori bo'lgim kelgan. Institutni bitirayotganimda bizani rektorimiz Hamid Yakubovich hamma bilan individual suhbat qurganlar, bitiruvchilar bilan qayerga qanaqa yo'nalishga ketayotgan o'zida. Gavhar qizim, yaxshi kasb ayollar shifokori, lekin ozgina ayollar uchun murakkabroq. Kechki dejurstvolari bor. Oiladan ozgina uzoqlashtiradi bu kasb. Xoliylar mana Muyassar To'xtani juda ham katta shifokorlar, endokrinolog, oliy darajali institut endokrinologiyada uzoq vaqt ishlab kelganlar. Xoliylarga o'xshab bitta endokrinolog bo'lsang bo'lardi sanam deb tavsiya berganlar. Va shu sohani tanlaganman. Endokrinologiya kafedrasiga murojaat qilganman. Professor Salaxova Nazira Saqdullayevna rahmatli bo'lib ketdilar. Bizning domla bo'lganlar. O'shalarga o'qishga kirganman. Klinicheskiy ordinatura deyilardi. 2 yillik bo'lardi. U yo'nalishi institutdan keyin o'rganish. Menga o'tda juda ham yoqqan ishlash, juda ham aktiv edim. Hamma qanaqa yangi kasallik kelsa, og'ir kasallik kelsa, o'shalarni ko'rishga harakat qilardim. Chunki og'ir kasallik ko'rganingizdan keyin boshqa kasallik osonroq bo'ladi. Ko'pchilik o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda, mana shu endokrin kasalliklar ko'proq ayollarda uchrar ekan. Buning sababi nimada? Endi ayollarda uchrashi bu ko'proq bizda mana shu hayot tarzida bizda biologik o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Masalan, qizlik paytda mana hayz kelishi, keyin homiladorlik payti, keyin klimakterik davri keladi. Mana shu hammasi biologik kacheli deymiz. Shu holatlarda bizda gormonal o'zgarishlar bo'ladi.
bu o'zi orasida o'zini ketidan mana shu o'zgarishlarni chaqirishi mumkin. Shu paytlarda qanaqadir boshqa nojo'ya ta'sir faktorlar bog'lanib qolsa, stress, shamollash yoki boshqa ba'zi holatlarda bu mexanizm tabiiy ketadigan mexanizm buzilishiga olib kelib, keyinchalik qandli diabetga olib kelishi mumkin yoki qalqonsimon bez kasalliklariga yoki boshqa endokrin patologiyaga, semirish, shu holatlarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun ko'proq ayol kishilar shu narsaga muvofiq bo'ladi. Mana shu jarayonda ayniqsa ayol kishilarda 40 yoshidan keyin ko'proq e'tibor berishni tavsiya qilishadi shifokorlar. Ayollar ko'proq nimaga e'tibor berish kerak? Mana shu yoshda. Men o'zi 40 yoshdan keyin hammaga yiliga bir marta tekshiruvlar o'tib turishni tavsiya qilardim. Nimaga? Chunki aynan shu paytda bizning organizm shu klimakterik davrga tayyorlanayotgan paytda hujayralarda o'zgarishlar mumkin. Va ular agar vaqtida oldini olmasa, ular sekin rivojlanishi mumkin va keyinchalik qaysidir kasallikka o'tish xavfi bor. Demak, bir-biriga zanjir bular bog'liq. Ha, shu sabab bilan albatta har yili bitta ginekolog ko'rigidan o'tish, endokrinolog ko'rigidan o'tish, ultrazvuk tovush sistemasi orqali diagnostikadan o'tish, yurak faoliyati, elektrokardiogramma, kardiologiyada va ko'z tubini tekshirish. Chunki bu holatlar diabetni oldini olishga, og'ir yurak kasalliklarini oldini olishga, biz ko'pincha diabetni shu 40 yoshdan keyin ikkinchi turi rivojlanishini kuzatamiz. Uni asosiy sabablari bu tana vazni oshishi, shu hayz ko'rishlarini to'xtab keyin klimaks davriga o'tishi. Ko'pincha shu paytlarda qandli diabet rivojlanishi mumkin va u juda ham sekin rivojlanadi, yaqqol boshlanmaydi. Uni o'shaning uchun aytamiz, ko'z tubini tekshirganda, ultrazvuk tekshirganda, yurak faoliyatini tekshirganda belgilari chiqib kelishi mumkin va albatta ginekologda o'sha bakpasevlar boshqalar tekshirganda u yerda ham kandida chiqib kelishi mumkin va shu holatlarni oldini olish kerak. Bu o'sha zamburug' chiqib kelganda bu ham bitta signal bo'ladi. Qandli diabetni birinchi belgilaridan bo'ladi. Ko'pchilik молочница bo'lman deydi, ahamiyat bermay ozgina davolanib yuraveradi, lekin bunga ahamiyat berish kerak. To'g'ri ovqatlanish, vaqtida o'sha kerakli vitaminlar, kerakli mikroelementlarni qabul qilish, mana shu narsaga ahamiyat berish kerak. Hozir mana butun dunyo miqyosida biohacking, anti-age degan sistemalar rivojlanyapti. Endi bu Amerikada birinchi bo'lib ishlab topildi. Nimaga? Bizda ko'pincha kasal bo'lib yotib qolgandan keyin shifokor nazoratiga borishadi. Men o'zim kandidatga qilganimda Sog'liqni saqlash vazirligini qoshida shu o'zimni ilmiy ishimni olib borganman. Menda insult kasalligi nima sababdan kelib chiqishini o'rganganman. Qaysi holatlar shu kasallikka olib keldi deb retrospektivniy deymiz, orqaga qaytish. Orqa holatni o'rganib chiqqanman va o'sha yerda hayot tarzining buzilishi, genetika katta rol o'ynagan, ovqatlanish tarzini buzilishi, semizlik katta rol o'ynagan, chekish, spirtli ichimliklarni ichish eng katta faktor bo'lib chiqib kelgan. O'sha insult bo'lgan bemorlarda qaysi faktor ularga asosiy faktor riski bo'lgan shu yerda. Shu sabab bilan mana hozir men yangi yo'nalish o'rganyapman. Shu anti-age longevity deyiladi, mana shu meditsina tilida. Bu holatda bizani uzoq umr yashashimizga nimalar olib keladi? Nimaga biza ahamiyat berishimiz kerak? Qaysi preparatlarni qabul qilishimiz kerak? Qaysini qilishimiz kerak emas? Qaysi ovqatlarni iste'mol qilishimiz kerak? Qaysi bizaga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi? Chunki biz aytamiz, sutli mahsulotlarni ko'proq qabul qilish kerak, yeyish kerak, lekin yosh o'tgandan keyin bular ham o'z bizning organizmga og'ir ta'sir qilishi mumkin. Mana yaqinda Xitoyda borib keldim, katta mana shu klinikalarni ko'rib keldim. Ularda kasallikni davolashdan ham ko'ra kasallikni kelib chiqishiga ahamiyat berilyapti. Chunki bu bizani populyatsiyani, bizani xalqimizni sog'lomlashtirish yo'nalishi.
kasallik qanchalik kam bo'lsa, qanchalik invalidizatsiya kamayib borsa, shunchalik bizani sog'lom avlod katta nimalarga erishishi mumkin. To'g'rimi? Albatta. Mana shu narsaga ahamiyat berish kerak. Hozir mana shu yo'nalishda preparatlarni ham ko'rib chiqyapman. Qaysi preparatlarni bizni kasallik bo'lib kelmasligimizga yordam berishi uchun. Mana shu yo'nalish menga hozir qiziq bo'lyapti. Va mana fikrlaringizni eshityapman. Haqiqatdan kerakli, juda ham zo'r fikrlar, maslahatlarda. Bu shifokor uchun zo'r, lekin Gavhar opa, siz mana shu shifokorlik bilan birgalikda farmatsevtika kompaniyasiga asos soldingiz. Sabab nimada? Endi sabab yoshligimda akademiyada ishlab yurganimda, biz endi kafedra bo'lganimiz uchun hamma ilmiy tadqiqotlar bizda o'tardi. Chunki bilasiz, har bitta preparat bizning respublikaga kirib kelishdan oldin u klinik kuzatuvlar o'tish kerak. Buni menga ko'pincha berishardi. Mana men bu yangi preparat ekan, qandli diabetni davolashda yoki qalqon simon bez kasalligini davolashda sen shu klinik tadqiqotlarni o'tkazganda menga ishonib topshirilgan. Shu paytda men ko'pincha farmatsevtika kompaniya vakillari bilan kontaktda bo'lardim. Ular bilan gaplashardim. Menga shu juda ham yoqqan. Qiziqqanman. Voy, bularda qanaqadir o'zgarishlar, yangiliklar ko'p bo'lar ekanda qiziqib yurganman va 2004-yilda meni o'rtog'im shu Amerika kompaniyasiga ishga faoliyatini boshlaganda taklif qilgan, Diloraxon, mana shu yerda bizda vakansiya bor ekan, kelib ishlab ko'rasan, doktorlarni ishga olishar ekan deganda, menga juda ham yoqqan. Ularni treyninglari, seminarlari, yangi materiallar bilan ishlashi, mana shu kasalliklarni qanaqa qilib yangi tomondan yondoshib davolash usullari borligi to'g'risida endi o'zim nauka bilan qiziqqanimga menga qiziq bo'lgan. Menga ilmiy ishlar, mana shu tadqiqotlar yoqardi. Balki shu odamlar, onamlar ilmiy ish bilan yurishganiga professor, mana doktor nauk, kandidat nauk bo'lishgan ular ham. Va shu yerda ishlab ko'rganda menga shu muhit, mana shu ish jarayoni yoqqan. Shundan keyin to'g'ri doktorlik ham o'z yo'liga bo'lgan. Men doktorlikni tashlamaganman Va o'zingizning kompaniyangizga asos solgansiz. Bu to'g'ri 5 yildan keyin mana 2004-yilda o'sha kompaniyada faoliyat yurgan bo'lsam, Pfizer kompaniyasi butun dunyoda nomer 1 kompaniya. Bu juda ham nima deydi, o'zini tadqiqot bazasi yuqori, original preparatlarni ishlab chiqaruvchi kompaniya bo'lgan. Bu maktab menga katta baza bergan. Ba'zi bir sabablardan ular yopilgan. 2009-yilda bizda O'zbekistonda faoliyatini to'xtatishgan. Shu sababli qaysi yo'nalishda ketishda savol tug'ilgan menda. Yana boshqa shu analog kompaniyaga borib ishlashmi yoki o'zimni yo'nalishdami? Va o'sha payt taklif tushib qolgan partnyorlardan, mana shu o'zingizlarning yo'nalishinglarni qilish, o'zingiz ham shu dorilar bilan shug'ullanish deganda mana shu yo'nalishni tanlaganman. O'sha zahoti Yapon sentriga o'qishga kirganman. Men hamma narsani qilishdan oldin o'qib olaman. Zo'r ekansiz. Chunki professional yondashish xohlayman. 6 oylik o'qish edi. Bu yaponskiy sentr hozir ham bor. JICAda PMP deyiladi, programma professionalniy menejmenti. Ishdan keyin borib o'qiysiz. Yaponlar o'rgatadi. Butun o'sha Yaponiyada buyuk kompaniyalarni faoliyatidan kelib chiqqanda, ularning tajribasidan kelib chiqqanda o'qishlar. Panasonic, Sony o'sha paytda endi mana Shiseido katta kompaniyalar, Uniqlo mana butun dunyoga taniqlangan. O'shalarni katta brend menejerlari, marketing menejerlari, finansiy departamentlarning headlari kelib bizga dars berardi. Men o'ylayman, bu dunyo darajadagi o'qishlarni biz o'zlashtirganmiz.
Faoliyatingizni o'rganganimizda ayollarni yoshartiruvchi o'sha har xil dori mahsulotlari bor ekan, o'shalar haqida ham gapirib bering. Masalan, qanday mahsulotlar ular? Hozirgi anti-age yoshni uzaytirish programmasiga hozir ko'p qiziqib borganim uchun bizda lineykozada shu preparatlar paydo bo'ldi. Glutathion degan molekulasi bu yapon olimlar bilan ishlab topilgan ancha yil oldin, 70-yillarda. Faqat ular inyektsion formasini tavsiya qilishardi. Nimaga inyektsion formasi? Uni peroralniy og'iz bilan qabul qiladigan formasi bizani oshqozonga tushgandan keyin parchalanib ketar ekan. Inaktivatsiya bo'lar ekan va organizmga singmaydi. Tabletka ichsangiz ta'sir qilmaydi. Va ular o'sha inyeksiya formasida chiqargan. Biz inyeksiya formasini 2010-yilda topib, olib kirib, o'sha tadqiqotlardan o'tkazib ishlatib bordik. Keyin men yana ko'p izlanishlar qilganimdan keyin Italiyada bu preparatni tabletированный formasini chiqarishganini topdim. Tabletka ishlamasa qanaqa qilib bu ta'sir qiladi desam, bu italyan olimlari yangi texnologiya bo'yicha ishlab chiqargan ekan. Oral release form deyiladi. Bu degani og'izda eruvchan formasi. Og'iz bo'shlig'iga tushgandan keyin u preparat o'sha yerda qon tomirlarda so'rilib ketadi va 100% siz organizmga kiradi. Glutathion nima qilib beradi bizning organizmda? Hujayraga kirgandan keyin o'sha yerda eng asosiy bizga energiya beradigan mitoxondriyada ishlab chiqaruvchi ATFlar kelib chiqadi. O'sha faoliyatni kuchaytirib beradi. Bizani qarish jarayoni asosiy kletkalarda kislorod bo'lmasdan, ATF bo'lmasdan mana shu sikl buzilgandan keyin hujayralar qarish boshlaydi. Glutathion moddasi bizda 20 yoshdan boshlab kamayish boshlaydi, tabiiy. Biz uni tiklab beramiz. Bu onkologik kasallik bo'ladimi, jigar kasalligi bo'ladimi, o'pka kasalligi bo'ladimi, shamollash bo'ladimi, ginekologik kasallik bo'ladimi, hammaga tavsiya qiladi. Глутаридокс – это быстрое восстановление организма после перенесенных заболеваний, иммунопротекция и замедление старения организма. Bolalar uchun menda mana shu hozirgi o'zimning ham nevaralarim bor. Men har doim aytaman, bularni vaqtida vitaminlarni, shu dorilarni vaqtida berib tursak, og'ir kasallik o'tib ketmaydi deyman. Bizda juda ham yaxshi spreylar bor, Angidak deyman. Bu Angidak preparati tomoq og'rishiga qarshi. Bilasizmi, ko'pincha biz ahamiyat bermaymiz, tomog'imizda ozgina yutinishda og'irlik bo'lib qoladi. Bir kun oldin shamol sovuvda qolib ketgan bo'lsangiz, sovuq suv ichib qo'ygan bo'lsangiz, shu holatlarda shu preparatni sepib qo'ysangiz, uni hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q, lekin infeksiyani burungi va pastki nafas olish yo'llariga tarqalishini oldini oladi. Men har doim aytaman, profilaktika arzonroq tushadi toki kasallikni davolaguncha. Привет, я Ангидак, я борюсь с болью в горле. Некоторые зовут меня Ангидак 1 минута. Я появляюсь, и боль в горле начинает уменьшаться. Скажите, Меня хлебом не корми, дай помочь людям. Заболело горло? Зовите. Спрей Ангидак помогает уменьшить боль в горле с первой минуты. Bibifrin degan kaplalarimiz bor. Bibifrin bu burun bo'shlig'iga sepiladi. Shamollashda o'sha shilliq pardalarni infeksiyadan, virusdan, bakteriyadan sizga полный защита beradi. Demak, bu shamollashdan oldin sepiladi. Va shamollash paytida ham sepiladi. Препарат с высоким профилем безопасности для облегчения носового дыхания даже у малышей с рождения. В состав препарата входит несколько компонентов.
Фенилэфрин – действующее вещество, которое оказывает быстрый и длительный сосудосуживающий эффект. Глицерол увлажняет слизистую носа и защищает ее от пересыхания. В состав бэбифрина в форме спрея также входит эвкалиптол, который оказывает антисептическое действие против широкого спектра микроорганизмов и обладает противозудным эффектом. Выпускается бэбифрин в виде капель и спрея. Бэбифрин обладает следующими преимуществами. Эффективно уменьшает отечность слизистой оболочки и восстанавливает носовое дыхание. Не раздражает слизистую носа и не вызывает ее гиперемию. Начинает действовать быстро, в течение нескольких минут, и сохраняет эффект надолго. Бэбифрин – безопасное и эффективное устранение заложенности носа даже у младенцев. Va nima deb o'ylaysiz? Farmatsevtika bo'yicha eng kuchli dori nima? Endi farmatsevtika bo'yicha biza eng kuchli dori bilasizmi? Bu bizani o'z-o'zi profilaktika qilishimiz. Dori emas. Bu bizni o'z-o'ziga investitsiya qilishimiz. Bu vaqtida jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishimiz, to'g'ri ovqatlanishimiz, ko'p harakat qilishimiz va hamma shu kasallik kelib chiqadigan holatlarni vaqtida aniqlash. Bilasizmi, ko'pincha biz beahamiyat beramiz. Biz to'y hashamga pul topishimiz mumkin, kiyim-kechakga pul topib ishlatishimiz mumkin, lekin nimagadir sog'ligiga kelganda pullarni tejaymiz. To'g'ri ovqatlanish uchun yaxshi vitaminizirованный produktlar olishga, mana shu narsaga bo'veradi, mana non bor, boshqa bor deb ketaveramiz. Ayolning eng kuchli dorisi nima? Ayolning eng kuchli dorisi bu sevgi. Agar sizni atrofingizda sizni hurmat qilib, sizni bitta fikrlovchi umr yo'ldoshingiz bo'lsa, siz har doim sog'lom bo'lishingizga bitta davo deyman. Hayotda bu mehr-oqibat. Hayotda bu sani yoningda tayanching, sen bilan birga fikr yurituvching, sen bilan birga xursandchiligingda yoningda bo'ladigan, xafa bo'lganingda senga bitta ikkita shirin gap gapiradigan odam bo'lsa, bu eng katta nima deyman. Mana men onam bilan otam 58 yil birga yashashgan. Juda ham chiroyli hayot ko'rishgan. Tohir Zuhra deyishardi ularni. Baravar bo'lgan yoshligida, mana onamlar rahmatli, adamlar rahmatli 80 yoshgacha ham birga shunaqa yashab kelishganda, 80 yoshda adamlar hayotdan o'tib qolganlar. Bilasizmi, onamlar 2 yil ichida so'lib qoldilar. Mana gul suvsiz so'ladi-ku, mana shunaqa bo'lib qoldilar. Ona, biz bormiz-ku, mana opam bor, akam bor. Biz yoningizdamiz-ku desa, menga adang faqat kerak derdilar. Bilasizmi, bu shunchalik birga mana shunaqa yashab kelishgan, bir ruhligini qo'llab-quvvatlab kelishgan. Mana qancha dorilar berdi onamlarga, hech qaysi yordam bermadi. Mana shu otamlarni nimalari yetishmadi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun men aytaman, ayol kishi baribir o'zini juft halolini topsa, eng baxtli ayol, eng baxtli erkak bo'ladi. Va o'tda pulmas rol o'ynaydi. Bu bir ruhni mana shu sinergiyasi rol o'ynaydi. Qanchalik ular yaqin bo'lsa, keyin kerak bo'lsa pul ham keladi, boshqasi ham keladi. Gavhar opa, bilasizmi, karyera borasida, faoliyatingiz borasida sizni omadingiz chopganda, o'zingizni shaxsiy hayotingizda-chi, turmush o'rtog'ingiz juda ham baxtli ayolman. Men juda ham baxtli ayolman va shu karyerani ham men o'ylayman, bo'lib bo'lganlar uchun men qila oldim. Chunki o'sha boshlanishida yonimda o'sha 9 gacha o'qishimga yondoshganlariga, chunki o'sha payt qizuzani maktabi bor, boshqasi bor, darsi bor. O'qivur, nima qilman deb har doim biz bir ro'zani qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Ular ham mana qurilish sohasida bo'larlar. Juda ham yaxshi specialist bo'lganlari uchun Qo'qonga, boshqa joyga, uzoq nima regionlarga ham katta nima bo'lib ketardilar-da, qarashga. Men ham yondashardim, ishlar shunaqa debda. Bilasizmi, bir ro'zani qo'llab-quvvatlashga harakat qilardi. Va oiladagi bir shirin bu meva farzandda. Albatta. Bitta qizingiz bor ekan. Farzand tarbiyasida-chi? Farzand tarbiyasida men qizim hamma narsadan o'tgan. Bitta qizman-ku demagan hech qachon. Chunki mana aytganimdek, siz bilan yo o'qishda, yo ishda bo'lganman. Kichkina o'sha maktab paytida Qozonga
ko'nikka o'sha 12 yosh necha yoshida nimalarga borgan, kulinarniy kurslarga, oshxonalarga, tikuvchilikka o'rgangan. Sirdoshingiz kim? Sirdoshim xo'jayinim, qizim. Ayolni o'sha hamma gulga o'xshatishadi, bahor fasliga o'xshatishadi, mehr muhabbatga o'xshatishadi. Ayol shundayda energiya beruvchi bir inson. Da. Siz ayolni qanday qiyoslaysiz? Nimaga qiyoslaysiz? Ayol kishi borki, u o'zidan har doim mana shu fluid deymiz-ku, o'shani chiqazib turishi kerak. O'sha muhitga, o'sha oilasiga, korxonasiga. Chunki ayol kishi agar o'ziga kirib ketsa, faqat o'zini hayoti, o'zini miyasini ichida nima hayoti bilan yashab yursa, u ayol o'sha muhitni o'zgartira olmaydi. Har bitta baxtli oilani zamirida mana shu ayol kishi turadi. Qanchalik ayol balki o'sha ayol kishi ishlamaydi, boshqa qiladi, lekin buni stержни kuchli ayol bo'ladi. O'sha baxtli oilada-da, o'sha bolalarga to'g'ri yo'nalish, xo'jayini bilan to'g'ri munosabat qilish. O'zimni xodimlarga ham aytaman, sizlar muvaffaqiyatli bo'lsanglar, sizlar bolalaringizga ham shu nimani berasizlar. Xo'jayininglar sizlar bilan g'ururlanib yuradi. Mana shunaqa ayolim bor deb. Ayolning baxti nimada? Ayol qachon baxtli bo'ladi? Ayol baxti sizni ichki ruhiyatingiz bilan bog'liq. Siz qanaqa qilib o'zingiz bu hayotni ko'rib bilsangiz, shunaqa baxt bo'ladi. Agar siz o'zingizni baxtliman deb o'zingizga mana shu narsani qo'ysangiz, baxtli bo'lasiz. Agar siz baxt menda yo'q, menda mana bunaqa sabab bo'lsa, baxtsiz bo'lasiz. Har bitta ayolning baxti o'zi bilan bog'liq. O'zi programma qo'yadi, o'zi baxtli bo'ladi. Mana shunaqa qilib men o'zimni baxtli deb hisoblayman.